Salam dostlar, yaxşımısızlar? Tövəndə dostlarga yalpuzның tibbiyotdagi dorilik qiymati va rolini tanıştırırız. Yalpuzның təmi açıq, təbiəti soğuq bulub, soğuq, tər və issiqni tarqıtıdı. Cigərini tazalab, gözünü roşanlaşdırdı. Həzm qilishni yaxshilab, yelni haydab, eğiz purashni yaxshilash rolini o'ynaydi. Doğru ösümlükler qamusida yalpuzның purqi açıq və salqın bulub, məxsus şu ciger və öpkəyə təsir göstərdi deyilgan. Şuna yalpuzның açıq purqi baş ağrışdan başqa soğuq ötüb ağrış, qizish, soğuqdan qorqush qatarlıqlarga mos keladi deb xatırlangan. Yeni üzülgen yalpuz yopurmağını pakiz yuyup, şorpuğa aralashtirib, yalpuz şorpusu qilib içib bersə, yalpuz ısıqdan bo'lgan zukamga şifa bo'ldi. Yalpuzның tərkibində köp miqdarda yalpuz maddəsi var bo'lib, bu xil maddaның qichishini to'xtatish roli var. Odatda mushu yeni yav yalpuzning suyini chiqarib, mushu teriga surkab bersa, qurut yoki mushu pashi chiqib oldini olg'ili bo'ldi. Yalpuzning yana mushu jigarni tozalab, ko'zni ro'shanlashtirish roli var bo'lib, mushu jigarning issiqi eshib ketish keltirib chiqargan, ko'z qizirib, ishib og'rish, narsalarni g'uva ko'rish qatorliq kasalliklarni davolashda ishlatildi. Yalpuzning ochiq purqi yurak va qo'rsoqda paydo bo'lgan yomon yelga va mushu balg'amga foydali. Uningdan boshqa yana yalpuz issiqni yondirdi. Yalpuzni pakiz yuvib, tomoq qo'shib yeb bersimi yoki choy damlab ichib bersimi, mushu asva qichishqa qiziqni yondirib, burun qanash qatorliqlarni davolashda unumi yaxshi bo'ldi. Yana mushu yalpuzni chaynab bersa yoki suyini chiqarib, eg'izni chayqab bersa, kekirtak va eg'iz tish kasalliklariga shifo bo'ldi. Qurutilgan yalpuzni limon, qizil choy va mushu navat bilan damlab ichsa, ruhni urg'utib, mingini sagaklashtirdi. Odatda mush yalpuzni üzüm yopurmag'i, juhar guli qatorliqlar bilan birlashtirib choy damlab ichib bersa, issiq ishib ketish, zukam, bosh qiyish, bosh og'rish, mush yutqunchoq ishib og'rish qatorliq kasalliklarga shifo qildi.